Bugungi kunda muslima ayollarning 99% begonalar oldida ochiq-sochiq ziynatlanish harom ekanini va o'zini ko'z qilgan ayol jannatga kirmasligini, hatto uning hidini ham sezmasligini biladilar. Lekin shunga qaramay ular o'zlarini ko'z qilishda davom etishyapti. Shundaymi yoki yo'qmi? Muslima ayollarning 90% uydan chiqayotganda atir sepish harom ekanini biladi. Lekin ular baribir yosh yigit va erkaklarning burniga uriladigan kuchli hidli parfyumlarni sepib ko'chalarga chiqishadi. To'g'rimi yoki yo'qmi? Muslima ayollarning 90% qosh terish, shakl berish harom ekanini bilishadi, lekin baribir buni qilishadi. Muslima ayollarning 90% ziynatlanish faqat er uchun bo'lishi kerak ekanligini bilishadi, lekin baribir uydan to'liq makiyaj va liboslar bilan chiqib ketishadi. Endi men savol bermoqchiman. Nahotki haq bo'lgan jannat shu qadar arzon bo'lib qoldimi? Yoki aslida ular umuman jannatni xohlamaydilarmi?